8 ta bolangiz bor-a? Hammasini uyli joyli qildingizmi ha? Sizga ozroq qarashmabdi-da. Besh kun qochindansiz. Qarang, har oy bittadan moshin beraman-da. Ha? Qarzdimi, mendanmi? Qanday uzamanda? Menga uzmang, sizga shunday podarka qilaman mana shu mart oyi. Faqat mart oyiga, xo'p bu. Yo bir Tiko beraman sizga. Yo bir Nexia beraman. Hayda olasizmi? Pravolari bor. 8 ta bolangiz bor-a? Hammasini uyli joyli qildingizmi ha? Sizga ozroq qarashmabdi-da. Chiqsa yo'q o'ylamang. Oilalarimiz ona 5 kun qochinga turasizlar. Tushundim men sizni, tushundim. Hamma Asadbek bekda. Bekda bolam. Ona telefon nomerlarini yozib, mart oyiga moshin beramiz, bilasan? Ehsonniki. Bu mendan uzayotmang, sizga shunday podarka qilaman mart oyi chaqirib. Martda shu 10-15larga sizni chaqiraman-da, bitta moshin beraman sizga shunday, tushundingizmi? Yo bir Tikomi, yo bir Nexia'mi, holati yaxshirog'idan, xo'p? Nimani ko'rsatmoqchisiz menga hozir? Nimani ko'rsatmoqchisiz? Pravani ko'rsatmoqchimisiz? Ya bo'ldi, ishondim sizga bu. Nechaga kirdingiz? Nechaga kirdilar ayting. 76 ga kirdingizmi? Ya malades. Sizga ham, bizga ham shunday yurish achqisi 76 ga kirib. Yoshingizni bersin. Bosib gapiring. Meni ko'p qidirdingizmi? Charchab qoldingiz. Nomeringizni yigitlarim oldi. Telefon nomeringizni. İşlaydimi? Ro'ziyev Egamberdi. Xudoyberdiyev. Ey, yoshmikan ekansiz-ku bu? Ha? Sizni men chaqiraman, bir moshin olaman. Olgunimcha ham egasiga ham aytaman, ehson qilaman deb olaman. U ham bir savobga sherik bilan, u baribir pul bermaydi menga. Men olib sizga shunday beraman, pulingiz kerak emas, xo'p? Qarz bo'lmaysiz hech kimdan. Prezident sovg'asida minasiz. Ha? Nima dedi? Biroq qidirib kelib, qo'lingizdan olib qo'yirsami? Tamam. Hech kim kelib sizni qo'lingizdan olib qo'yirmaydi, xo'p? Qo'lingizdan olib qo'yirsa, o'zim bilaman nima qilishni. Quloq qayraman. Unday qilmang. Mana qara. Bo'l, tushun. Matiz bor biroz. Qolmadi. Duo qilyapsizmi? Rahmat. Bo'ldi bu. Qarang. Men aytgan ishimni qilib kelgan yigitman. Men sizga bitta yaxshi yo Nexia beraman, yaxshi yo bir Tiko beraman. Duoga bo'lsangiz bo'ldi. Ha, bo'l. Alloh qo'llasin. 10 kun 15 kunga men sizni chaqiraman, xo'p? Olib kelasiz. 10 kun 15 kungacha chaqiraman, olib kelasiz bu. Bitta moshin meni bizdan sizga podarka qilib beraman. Ya unday qilmang. Odam tuzolab qo'yibsiz bu. Unday qilmang. Dunyo turguncha turing. Ona. Ya. Ha, bo'l, tushundim. Bir yildan oshdi.
Men ko'rgan narsani sizlar ko'rmanglar deyaptilar. Qiynalyaptilar. Ya bo'l. Chaqiraman. Uzoq 2 haftadan siz chaqirib mashina beraman. O'g'il balacha gap. Hech qanday muammo bo'lmaydi, o'ylamang. Hech kim sizdan o'sha mashina torta olmaydi. Torta olsa qulog'ini qayraman, sherga chaqiraman, sherga chaqiraman. Kelasiz, xo'p? Onajon? Xo'p, bu ani ehtiyot qilib turing. Mayli, nene barakat topgan. Bo'l, banisiga boravering. Ankalaga, bo'l. Chaqirganda